Biz Hormuz bo'g'ozi blokadasida ishtirok etmaymiz. Britaniya AQShni yana rad etdi. AQSh Xitoyga qo'shimcha 50% tarif joriy qilmoqchi. Eron Hormuz bo'g'oziga yaqinlashib kelayotgan harbiy kemalarga qarshi qattiq qasos olish bilan tahdid qildi. Tramp prezidentlikdan chetlashtirilishi mumkin. Ispaniya bosh vaziri Xitoyni global yetakchilikni qo'lga olishga chaqirdi. AQSh Eron xalqining huquqlarini hurmat qila boshlasa, ehtimol kelishuvga erishish yo'li topilishi mumkin. Biz eshkiyon. Rossiya O'zbekistonga neft, gaz yetkazib berish hajmini oshiradi. Endi esa batafsil. Azizlar, uyingizga sifatli va hamyonbop narxlarda zamonaviy turdagi darvoza o'rnatmoqchimisiz? Unda sizga Namangan darvozalarini tavsiya qilamiz. Do'stlarimiz bir necha yillik tajribaga ega. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatib berish bepul. Ekraningizdagi ushbu raqam orqali bog'lanib, to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Eron Hormuz bo'g'oziga yaqinlashib kelayotgan harbiy kemalarga qarshi qattiq qasos olish bilan tahdid qildi. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Hormuz bo'g'oziga yaqinlashayotgan har qanday harbiy kemalarni Qo'shma Shtatlar tomonidan e'lon qilingan 2 haftalik sulhni buzish deb hisoblashini ma'lum qildi. Bu haqda Reuters xabar bermoqda. Eron davlat ommaviy axborot vositalari tomonidan e'lon qilingan bayonotga ko'ra, Hormuz bo'g'ozi Eron dengiz flotining nazorati va aqlli boshqaruvi ostida. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bo'g'oz belgilangan qoidalarga muvofiq noharbiy kemalarning xavfsiz o'tishi uchun ochiq ekanligini ta'kidladi. Shu bilan birga Tehron bo'g'ozga yaqinlashishga urinayotgan har qanday harbiy kemalarga qat'iy choralar ko'rilishi haqida ogohlantirdi. Biz Hormuz bo'g'ozi blokadasida ishtirok etmaymiz. Britaniya AQShni yana rad etdi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Keir Starmer rasmiy London Hormuz bo'g'ozini to'sib qo'yish amaliyotlarini qo'llab-quvvatlamasligini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Britaniyaning hozirgi ustuvor vazifasi bo'g'ozni harbiy yo'l bilan yopish emas, balki uni kemalar qatnovi uchun to'liq ochishdir. Starmer bo'g'ozning yopilishi jahon bozorida neft va gaz tanqisligini keltirib chiqarishini, bu esa oddiy aholi uchun elektr energiyasi narxi oshishiga sabab bo'lishini ta'kidladi. Men narxlar barqaror bo'lishini va odamlarning xarajatlari kamayishini istayman, dedi bosh vazir. Donald Trampning Britaniya mina tozalovchi kemalar yuborish haqidagi bayonotlariga javoban Starmer mamlakatning bunday texnik imkoniyati borligini tan oldi. Biroq hozirda bor kuch faqat diplomatik va siyosiy yechimga qaratilganini alohida qayd etdi. Tramp prezidentlikdan chetlashtirilishi mumkin. Tramp shu yil AQShdagi oraliq saylovlardan so'ng prezidentlikdan chetlashtirilishi mumkin. Bu haqda Oq uyni yorituvchi jurnalist Simon Ateba ma'lum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Tramp Napoleonga xos ambitsiyalari va imperiyaviy qarorlari tufayli Eron bilan cheksiz urush tuzog'iga tushib qolgan. Respublikachilar saylovda jiddiy mag'lubiyatga uchrashi mumkin. Trampga esa yil oxiriga qadar impichment e'lon qilinishi ehtimoli bor. AQSh Xitoyga qo'shimcha 50% tarif joriy qilmoqchi. Trampning so'zlariga ko'ra, agar Xitoy Eronga harbiy texnika yetkazib berayotgani aniqlansa, AQSh unga qo'shimcha 50% tarif joriy qiladi. Trampning boshqa bayonotlari: Xitoy avtomobillari Yevropani vayron qilmoqda. Chunki ular Mercedes va BMW dan biznesini tortib olmoqda. Bizda esa Xitoy avtomobillari yo'q. Biz NATO bilan munosabatlarimizni qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Ular bizning muhtoj paytimizda biz bilan emas edilar. Ular bizga kerak paytda biz bilan bo'lmadi. Eron bilan urush bu shunchaki harbiy operatsiya, biz uchun qiyin emas. Benzin va neft narxlari oxir-oqibat pasayadi. Bu darhol sodir bo'lmasligi mumkin, ammo vaziyat hal bo'lishi bilan narxlar pasayadi. Men Eronda 10 yil davomida elektr energiyani o'chirib qo'yishim mumkin. Men ular qaytib kelib bizga xohlagan hamma narsani berishlarini taxmin qilaman. Menga hamma narsa kerak. Menga 90-95% kerak emas. Menga hamma narsa kerak. Men Eron yadroviy dasturidan voz kechmaguncha uni yo'q qilishda davom etaman. Bizda dronlarni yo'q qilish uchun yangi texnologiya bor. Kompyuterlashtirilgan qurollar. Netanyahu aytganidek, AQSh katta aka, Isroil esa ukamiz. Eron ustidan qozonilgan g'alabadan so'ng Hormuz bo'g'ozini Tramp bo'g'ozi deb o'zlashtirmoqchiman. Men Eron muzokaralar stoliga qaytib bizga xohlagan hamma narsani beradi deb taxmin qilaman. Ularning kartalari yo'q, deb ta'kidlagan Tramp.
AQSh Eron xalqining huquqlarini hurmat qila boshlasa, ehtimol kelishuvga erishish yo'li topilishi mumkin. Pezeshkian. Eron prezidenti Masud Pezeshkian Islom Respublikasining Qo'shma Shtatlari bilan kelishuvga erishish shartlarini bayon qildi. Pezeshkian bu haqda o'zining ijtimoiy tarmoq sahifasida yozgan. Agar AQSh hukumati o'zining totalitar ambitsiyalaridan voz kechib, Eron xalqining huquqlarini hurmat qila boshlasa, ehtimol kelishuvga erishish yo'li topilishi mumkin, deb ta'kidladi Pezeshkian. Postni yakunlab, Eron prezidenti muzokaralar delegatsiyasi a'zolariga, ayniqsa parlament raisi Muhammad Bag'ir G'olibovga minnatdorchilik bildirdi. Ispaniya bosh vaziri Xitoyni global yetakchilikni qo'lga olishga chaqirdi. Mamlakat bosh vaziri Pedro Sanchez Pekinga tashrifi chog'ida Xitoy iqlim o'zgarishi, xavfsizlik va xalqaro huquqni himoya qilishda yanada muhimroq rol o'ynash kerakligini ta'kidladi. Uning fikricha, AQSh ko'plab flotlarda o'z yetakchilik pozitsiyasini tark etayotgan bir paytda Yevropa va Xitoy global barqarorlik uchun mas'uliyatni oshirishi lozim. Ispaniya bosh vaziri Pekinni Livan, G'azo va Ukrainadagi mojarolarni to'xtatishda faol ishtirok etishga chaqirib, Xitoyni iqtisodiy raqib emas, balki strategik ittifoqchi deb atadi. Shuningdek, tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsadlardan biri Ispaniyaning Xitoy bilan savdodagi 50 milliard dollarlik defitsitini kamaytirish va o'zaro iqtisodiy aloqalarni muvozanatlashttirishdir. Madrid qishloq xo'jaligi va sanoat mahsulotlari eksportini oshirish orqali Xitoydan kelayotgan katta hajmdagi import bosimini yumshatishga umid qilmoqda. Ertaga Pedro Sanchez Xitoy raisi Si Szinpin bilan uchrashib, asosiy geosiyosiy va iqtisodiy masalalarni muhokama qilishi kutilmoqda. Rossiya O'zbekistonga neft-gaz yetkazib berish hajmini oshiradi. O'zbekiston va Rossiya neft-gaz yetkazib berish hajmini oshirish bo'yicha kelishuvga erishdi. Bu haqda 13-aprel kuni Rossiya bosh vaziri Mixail Mishustin Rossiya va O'zbekiston hukumat rahbarlari darajasidagi qo'shma komissiya yig'ilishida ma'lum qildi. Rossiya O'zbekistonning tashqi savdo hajmi bo'yicha yetakchilar qatoriga kiradi. O'tgan yili o'zaro tovar aylanmasi qariyb 12,5% ga o'sdi va hozirda taxminan 1 trillion rublga yaqinlashdi. Davlat rahbarlarining kelishuvlariga muvofiq, biz 2030-yilgacha ushbu ko'rsatkichni bir necha barobar oshirishimiz kerak. Bunday rejalarni amalga oshirish uchun zarur baza mavjud deb hisoblayman, deydi Mishustin. O'z navbatida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov yig'ilish avvalida O'zbekiston Rossiya o'rtasidagi har tomonlama strategik sheriklik va hamkorlik munosabatlari hozirgi vaqtda prinsipial jihatdan yangi bosqichga chiqqanini ta'kidlagan. So'nggi 5 yil ichida ikki tomonlama tovar aylanmasi 2 barobarga o'sdi va 2025-yil yakunlariga ko'ra, siz ta'kidlaganingizdek 13 milliard dollardan oshdi. Bizning ma'lumotlarimizga ko'ra, bu ijobiy dinamika joriy yilda ham saqlanib qolmoqda. Yilning dastlabki 2 oy davomida savdo hajmi yana 30% ga o'sdi, deb ta'kidlagan Aripov.